Assalomu alaykum. Bugun Ramazon oyining 23-kuni. 23-padarak. Kelinglar shuni ochamiz. Kichkina padaraklar qoldi. Dilorampaga savol qoldiraman. Qur'onda nomi bilan tilga olingan yagona sahoba kim? Wow. Dilorampa. Sarpa qildiramanga Dilorampa bo'rim Ramazon oyida. Chiroyli ekan Dilorampa. Rahmat kattakon. Hammalarga yaxshi kun tilayman. Oson ro'za tutishinglarni tilayman. Dasturxoninglar to'la bo'lishini tilayman va qilgan hamma yaxshi xolis niyatinglar amalga oshishini tilayman. Allohu akbar. Hammaga salom. Ramazonning yana bitta kuni muborak bo'lsin. Savol payti, savolga javob berish payti. Lafruza savoliga keladigan bo'lsak, Zayd Rasululloh alayhissalom. Javob mana padarkamga keladigan bo'lsak. Bundan oldin sizlarga savolim kommentariyada yozib qoldirib ketinglar. Qur'ondagi eng oxirgi sura nima? Mana padarkam krem qo'lga krem. krem